Ovozliq kitob abdetali. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Nozgum, o'zingizga ogoh bo'ling. Endi biz ko'miga mushukin qolgan mıydı? Bular erlarni azobligini oz deganda, qizlarimizmi kun ko'rsatmaydigan o'xshaydi. Qumush aralab kun chiqdi. Yolg'iz boshqa mum tushdi. Men nozukni tutqili, sulun cheriklar chiqdi. Nozgum, yaraysiz. Siz o'lib ketsangizmi? Lekin biz bu jasoratingizni unutmaymiz. Siz uchun intiqom olamiz. Qizimni qo'yib yutinglar. İflaslar. Xo'sh aka, nerede bo'lsaqmi omon bo'laylik. Baqamni ko'rib qolsang, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. Mana Qashqardan chiqib, bugungi kungacha to'xtamay degudek yo'l mengib kelyapti. Necha tog' davollarni eshib, cho'l poyovon dalalarni kesdi. Texnichilar bu Monju, Mo'ng'ullar bor yerlardan eshib chiqolg'ini yo'q. Shuningga qarab o'rastillar olamni Monjular bilan Mo'ng'ullar qopsab ketgan o'xshaydi deb o'ylaydi. Uning andiki o'yi faqat g'arbda bo'lg'achqa hech narsaga qaramay Tangri tog'ning bag'ridagi mahallalarni ko'zda tutib ilgirlamoqda. U qumluq, cho'llik, zodi suv ko'rib boqmagan sho'rtang yerlarni orqada qoldirib tog' bag'riga yaqinlashmoqda. U kunduzi zaklar tuvidagi tikanlar orasida yetib kechasi yo'lga chiqadi. Hozir havo sovib, qish yaqinlashib kelayotgachqamu kechalari oy dalada yotgandan ko'ra mongan yaxshi edi. Shunga Nuzugum kechasi mengishni. Kun chiqib, yer jahon issig'anda yomon ko'zlarga cheliqib qolmaslik uchun o'zini daldiga elib uxlab olishni loyiq ko'rdi. Yirtqich hayvonlarning kunduzi ko'rinmay, kechasi ozuq izlab chiqadiganligini esiga elib, menmu oshulardan qolmaydigan bo'ldim deb qo'yadi. Nuzugum yo'lga chiqqandan beri Eli vodisining talay yerlarini, qumush bosgan chatqonliklari bilan o'yman do'nglarini orqasiga tashlab kelmoqda. Ba'zida poyonsiz tuzlanga chiqib mo'ngsa, ba'zida tog' jirolardan eqib kelayotgan suvlarni kechib o'tadi. Mana hozir yana shundoq cho'ng bir soyga keldi. Uning yuqori tarafida zilva bo'y oq teraklar, tallar o'sib ketgan. Bosh tarafida mahalla bodaq qiladi. Soyning suyi Eli daryosi tarafga oqmoqda. Balki Mo'ng'ul shibalarning yerlari musha atrofda tugab, boshqa yurtlar boshlanadigan o'xshaydi, dedi atrofga zansilib qaragandan keyin Nuzugum. U kun ufuqdan ko'tarilib kelayotgan bu soyning ichidagi to'qayliqqa panohlanishga kirdida qurib ketgan bir quchoq cho'pni ostiga soldi. Va uning ustida xuddi pay yostiqqa yotgandek yetib sherin uyquga ketdi. 6-bob. To'qayliqdagi yovitallar orasidagi shamol tegmaydigan daldida yetib uxlayotgan Nuzugum yaqinli yerda qandoqdir bir nemaning soyning ichini beshiga kiygudek darajada chirqirgan ovozini anglab uyg'onib ketdi. Biroq uning issiq o'rindan turg'isi kelmay atrofni tinglab xeyli yotdi. Boyiqa ovoz yenib anglanmadi. Havo ochiq, osmon ko'kirib turadi. Kunning nuri g'azang bo'lishga boshlagan tallar bilan teraklarning sarg'aygan yo'pirmoqlari orasidan Nuzugumning ustiga to'kilib tushmoqda. Qizigan kun nuri uni isitayotganiga xeyli vaqt bo'lg'achqamu uning yuz ko'zlari tarlab ketgan edi. Ko'zning optipi badaniga xush yiqib, ko'ngliga orom beg'ishlasa kerak,
u putlarini uzun sunib kerilib yotadi. Mushu paytda uningga hech nima kerak emasdek bilindi. U "Menga hech kim tegmaskan, menmu tegmay mushundaq yatsam" deydi. Necha vaqtdan beri kimnili ko'rsa qo'rqib, mökünüp yurib, yurak oldi bo'lib qolgan Nuzugumga hozir ko'ngil aromidan boshqa hech narsa kerak emas. Shunga uning ko'ngli kichkina xotirjam bo'lib edi, kallasiga shirin xiyollar kelishga boshladi. Bo'libmi, ko'zining optipiga qoqlanib o'ltirib xiyol surganga nima yetsin? Bundaq etizliqlarda ochliq yig'ilib bo'lgan ko'z kunlari xotinlar optopda o'ltirib paranglashishni yaxshi ko'radi. Atadan kechgacha ishi yo'qdek zerikmay o'ltiradigan bekor talab xotinlarga Nuzugumning ichi pushib, zada bularning qiladigan ishi yo'qmikina deb g'udingshib qo'yadigan. U kichkidan tartibla bir yerga yig'ilib, bir-birining cho'chigini cho'rib, quruq parang qiladigan xotinlarni anchavala yoqtirmaydi. Bugunsa ishi yo'q odamdek o'zi ko'zning optipiga qoqlanib yetibedi, turg'isi kelmay qoldi. Qashqarning xotinlari bu optopni bekor yaxshi ko'rmabdi-kan, deb qo'yatdi u ichida. Odam degan o'tganni aslasa ko'ngli echilib, g'am qayg'udan sagib qoladi ekan. Uning yaxshi kunlari kaynida qoldi. Nuzugum yiroqda qolgan el yurtni ko'z oldiga keltirdi. Ularning hammasi go'yo shudikidek ayon bo'ldi. O'zining shundaq yaxshi kunlarni boshdan kechirganiga bir turib ishongusi kelmadi. U kunlar o'z beshidan emas, boshqa birining beshidan o'tgandek sezildi. Nuzugum ashu sarguzashtlarini aslaganda optopda ezilgan teni texamo bo'shishib ketgandek bo'ldi. U besib o'tgan yo'llarini yana bir qitim ko'z oldidan o'tkazmoqchi bo'lgandek beshini ko'tarib Tangritog' tarafga qaradi. Ko'z oldiga yana muzdavondan o'tkichi kechirgan azob oqibatlari keldida, o'lib ketsam, mushu issiqda o'lib ketay, sada ashu muzdavonni yenib ko'rmaychu, dedi ichida. Bizda muğu o'tgan kunlarni aslash odamning ko'ngliga orom berishning o'rniga uni texmo g'ash qilib yetadigan ishlar bor. Nuzugumning ko'ngli bir qismi bo'lib qoldi-da, o'tmishini aslamaslikka tirishdi. Buningsizmi miskin ko'nglini yana miskinlashtirgisi kelmadi. U endi o'zi bilan birga pog'langan qiz juvonlar nada yuradigan deb ko'proq shular haqida o'yladi. Bir turib, "Men ba'zi xotinlarga o'xshash boshli chechini qirib tushirgan, ikki mangzi do'saqdek ko'pib turadigan Mo'ng'ul no'yanning aytqiniga ko'ngan bo'lsam, hozir muni cho'pda emas, momuqdek yumshoq shoyi ko'rpalarning ustida yotatdim. Cho'ramda nechilagan dedeklar xizmatimni qilib yurishatdi. Balki hozir Qashqarda qolgan qo'm qarindoshlarimning hammasi ana shunday o'ylashayotgandi. Men bo'lsam, oshdan osh qechib, mukunib, muni to'qayliqda o'ltiraman. Suygan yarimga umrimning oxirigacha pok, sodiq bo'lib qilishim intayin taskin. Shuning uchun mundaq ishlar ko'ringanli xotinlarning qo'lidan kelmaydi ekan. Buning uchun bukilmas iroda, tugmas sabr toqat, qat'iy chidam va insoniy vijdon kerak o'xshaydi, deydi. U o'zini xotirjam sezgan seri nima uchundir allaqachon unutilib ketgan his tuyg'ular vujudida qo'zg'alib, shahlo ko'zlari o'z ichida xumorlashdi. U xeyli vaqtgacha bir necha oydan beri boqamning qo'li tegmagan inchki beli bilan qizil maxmal pashmitining oldini ko'tarib turadigan ko'ksini silab, ko'zini ching yumib oldi. Va o'zini oshu suygan yari kuchli qo'llari bilan quchoqlab ko'ksiga bosgandek his qildi. Mushu chaqda shirin tuyg'ularga berilganligi uchunmi badallari orom olgandek bo'lib qoldi. Yuz ko'zlari cho'g'dak yenib, o'zini rostilla boqam quchoqlab turgandek izza tortib, bo'lakchili his tuyg'ularga cho'mib ketdi. U boqam bilan birga bo'lgan kunlarini esladi. O chaqlarda Nuzugum bilan boqam ikkisi madrasada o'qiydi. Nuzugum odatda o'g'il bolalarga qo'shilib yuraveradi. Ammo yeshi 16 ga to'lib, bo'yiga yetib qolganda Pansat dadisining "Amdi cho'ng bo'lib qoldan qizim.
o'g'il bolalar bilan har xil o'yinlarni o'ynaydiganini qo'y deganiga qaramasdan o'g'illar bilan o'ynab kulib yuraverdi. Mahallaning bolalarimi bu qiz bo'lmasa, o'yinlari qizimaydigandek kech kirishi bilan ularning ishkiga kelib, nuzugimni boshlab chiqmoqcha ketmaydi. Kichkidan bir mahallada tug'ilib o'sgan. Ko'ngillarida hech qanday yomon g'araz o'ylari yo'q bu bolalar bo'libmi, olma, o'rik, anar, shaptulg'a o'xshash meva daraxtlari chechaklab, Qashqar atrofidagi mahallalar oli yeshil rangga kirib ketadigan bahor oylarida kechining bir mezgilgacha uylarga kirmay o'ynashadi. Qorong'u qishning qonun ustida har xil cho'chak rivoyatlarni aytishib, baxshilarning naqshlarini tinglab, madrasalarda mudarris va xalpatlarning o'qiyotgan savoqlarini yodlab zerikkan o'g'il qizlar bahor faslida xuddi gul giyohlarga qo'nib uchib turadigan kepinaklardek tinim topmaydi. Mundaq chog'larda ularning uylariga kirmay, tala tuzlarda sayli qilib o'ynasa o'ynag'isi keladi. Ammo o'sha bir kun nuzugimning yodiga yetib qolsa, orada 5-6 yil vaqt o'tib ketganiga qaramay, u ish bugun yuz bergandek ishki mangzi onardek qizirib ketadi. Chunki ularning muhabbat rishtasi shu kechida bog'langan edi. Anjir pishqan mezgillar. Issiqda uylar qorong'ulashib, talog'i chiqmaydigan yoshlar kechqurunliqi havo salqin tartganda oq yog'och o'ynag'ili ko'chaga chiqqan edi. Ular mundaq chaqlarda yaqin atrofdagi mevlari may bog'lab, pishib yetilgan bog'larga berib, bo'g'ay mo'maylarning qoyixonlariga qaramay, qo'ruq tomlardan ortilib tushib, mo'kinib oladigan. Bu qitimmu nagi mo'karini bilmay, tenab tamtirib qolgan nuzugum mahallaning yuqorisidagi Xasis Ibrohim bo'g'ayning beg'iga kirib yoshiringan edi. Lekin o'zining qishig'a qayoqdandir tuyuqsiz kelib o'ltirgan yigitni ko'rib, mangdab ketdi. Baqam, bu sizmi? Voy, sizmi bu yerga mo'kinib olgankansizda? Jim turing, pasrak sizlang, yana sezib qolmasin. Agar Ibrohim bo'y bu yerga mo'kinib olganimizni bilib qoladigan bo'lsa, ishkimizni neshbitimni o'g'rildinglar deb atilib butkul mahallaga yoyidi. Ular gap so'z qilishmay bir pas boqqa suv kiradigan so'ngishning yenida o'ltirishdi. Nemishqidir ilgari ochiq chiroy chaqchaq qilishib, o'ynab kulib yuradigan yoshlar bu qitim bir-biriga deydigan so'zlari tugab qolgandek jim o'ltirishadi. Nuzugum qishig'i boqimning kelib o'ltirganiga dastlabda oncha ahamiyat bermagani bilan, ammo bir narsadan qisilgandek xijolat bo'lishga boshladi. U boqimni o'rnidan turib ketar devedi, lekin u qo'zg'almadi. Bir chaqda ularni izlab varqirgan qizlarning ovozi anglandi. Ular o'rnidan turmay o'ltiraverdi. Oq yog'och o'ynashgan yoshlarning vongchunglari besilib, atrof tinchlandi. O'zining sarg'ush nurlarini yopirmoqlarning oralaridan to'kib turgan to'lin oy qo'ma teg'i tarafga eg'ib ketgan edi. Ular o'rinlaridan turishdi. Voy, xeyli vaqt bo'lib ketgan o'xshaydi-ku. Asta so'zlang, Ibrohim bo'y anglab qoladi. Shuncha vaqt billa o'ltirganda jim turgan baqin nuzugimning qo'lini tutib oldi. Nima uchundir nuzugimning tallari o't elib, beshi qiyib, ko'zlari to'rlashgandek bo'ldi. U nima qilishini bilmay, huduqib baqinning olqinidan qo'lini tortib oldi-da, yugurgan peti qo'riq tomdan otlab o'tib, cho'ng ko'chaga chiqdi. Nuzugum, hey Nuzugum, to'xtang-a! deb pasrak ovozda varqirganini mu anglamadi. Nuzugum oq yog'och o'ynagan yerga kelib qaradi. U yerda hech kim ko'rinmadi. U rostila xeyli vaqt bo'lib ketsa kerak, hammasi ketib bo'pti degan o'yga keldi-da, yugurgan bo'yi to'p-to'g'ri uyiga mangdi. Qiz ho'ylisiga kirib demini besib olgandan keyin o'zining harakatiga o'zi xijolat bo'lgandek turib qoldi. Bir turib boqimning qishig'i bormoqchi bo'ldi, biroq jur'at qila olmadi. U xeyli vaqtgacha nangizlari o'tdek qizirib, o'zining nima bo'lganini bilolmay tingirqidi. Atsi mahalladagi qiz yigitlar Nuzugumga: "Hey, oqshom boqam ikkinglar nega ketdinglar? Biz sizlarni kecha izlab topolmadik-ku. Sizlar cho'qim oq yog'och emas, boshqa bir narsa o'ynab ketib qoldinglar-ku deyman." deb bir jumagacha ularga chaqchaq qilishdi.
Nuzugum shuningdan keyin kechasi oq yog'och o'ynag'ili chiqmaydigan bo'lib oldi. Ko'ngli yolg'izlikni xolab, qizlargami qo'shilmay har turli xayollarga berilib yurdi. Baqammu ilgirgidek uchrashib qolganda ochiq chiroy, xush kayfiyatda chaqchaq qilib ketmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, Nuzugumning Baqamni ko'rgisi kelibli turadi. Lekin ko'rsa huduqib tamtirab parang qila olmaydi. Uningga Baqam ilgirkiga qaraganda birdilli cho'ng bo'lib o'zgarib ketgandek seziladi. Ularning har ikkisi o'sha Ibrohim bovayning beg'idagi so'ngishda uchrashgandan keyin bir-birini tonimaydigan, bilmaydigan odamlardek talay kunlargacha bir-biridan chetnab gap so'z qilishmay yurishdi. Ilgari o'g'il bolalarning orasida aymanmay qo'liga qilich nayzlarni elib o'ynab erkin yuradigan qiz birdilla suv sepgandek besilib qolgan edi. Biroq qo'li bo'sh bo'lsa, yolg'iz o'ltirib har xil narsalarni qo'shoqqa qaytib naqshi aytadi. Va Ibrohim buvayning beg'idagi so'ngich yenida Boqam bilan tizlarini bir-biriga yaqin qilib o'ltirganini. Ondan uning issiq olqini bilan belikini tutqinini o'ylab cho'nqur nafas oladi. Hey, Nuzugum, siz bek o'zgarib ketdingiz juma. Kechdiki sayligimi chiqmas bo'lib oldingiz. Deb do'stlari ko'p vaqtgacha uningdan ranjib yurdi. Ba'zilar shu qitim ikkisining yo'qolib ketganini har xil o'ylab, har xil paranglarni chiqardi. Ba'zi bir cho'ng so'rinlarda Nuzugum o'zini qizlarning kayniga yoshirib, Boqamga yiroqdan o'g'irliqcha qaraydi. Mundaq chaqlarda ilgari billa o'ynab, kulib yurgan odatdagi o'g'il bolalardan ayrimisi yo'qdek ko'rinadigan Boqam birdillik chiroyliq, qomatlik bo'lib ketgandek ko'rinadi. Bo'libmi uning lotti tugmalik yaktikining sirtidan parqirib turgan shoyi poti bog'lab turgan chaqdagi xat tortib qolgan inchiki burdi. Yenib turgan yo'g'on ko'zlari va qo'yiq qora qoshlari bo'lakchili chiroyliq bilinadi. U uzunroq qarasa, bu yigitning ko'ziga tushib qoladiganligidan qo'rqib, darhol boshqa yoqlarga qarab oladi. Ba'zi kunlari qizlar bilan egiz daraxtlarga org'amcha bog'lab, elangich uchib o'ynaydi. Ularning bu o'yinini ko'rish uchun kelgan yigitlar bir necha saf bo'lib turishidigan. Mundaq chaqlarda mahalladagilarga o'zining o'g'il bolalardek qo'rqimsiz va jur'atlikligi bilan tonilib qolgan Nuzugum do'stlarining har tarafdan saloh qilishlariga qaramasdan elangich uchmas bo'lib qolgan edi. Do'stlari bo'lsa izza tartib yerdan beshini ko'tarolmay turib olgan Nuzugumni elangich uchishga taklif qilib, texmu huduqtirib etdi. Nuzugum kunlarning birida Boqamning 2 varaq qog'ozning oldi kayniga qo'shiq bilan yozgan maktubini elib hayajondan huduqib ketdi. Shu chaqqicha yigitlardan xat elib, o'zimi xat yozib ko'rmagan Nuzugum 2-3 kunning ichida 10 necha varaq javob xat yozib, uning batlarini qo'shiqlar bilan to'ldirib etdi. Biroq uni Boqamga avatishga petin olmadi. Boqam bo'lsa, uning biror xabarini anglash uchun ishikining oldidan kech-kunduz necha o'tib parvona bo'ladi. U bir haftadan keyin Nuzugumdan javob xat o'rniga qo'shnisining 10 yoshli qizidan chiqargan jiyaklarga yiptin kashta bosgan qo'lyog'liqni oldi. Lekin shu kunning ertasiga mahalladagi o'ziga o'xshash yigitlar bilan lashkarlarga qo'shilib tog' tarafga ketib qoldi. Shu arada 1 yildek vaqt o'tib ketdi. Ular ko'rishmek tugul bir-birining xabarini olg'udek bo'lmadi. Bir kuni jangdan qaytgan Boqam buloq beshida paydo bo'ldi. Shuningdan ancha o'tmayla ikkisining beshi qo'shilgan edi. Keyin qizi Orzugul tug'ildi-da, ilgari taloliq bo'lmagan chaqda dadasiga qo'shilib harbiy mashqlardan va chavandozlar musobaqalaridan qolmay yuradigan Nuzugumning put-qo'li bog'lanib uyga solinib qoldi. Bu chaqda Qashqar atrofida Manching xonadonligiga qarshi kurashlar avj elib ketgachga, Boqam nogon-noganda bir kelib qolmasa, ko'p chaqlarda G'o'jining lashkarlari bilan janglarda bo'ladi. Aslida uzoqqa so'zilgan judolikdan keyin uchrashganda kishilarning ishqi muhabbati texmi ulg'ayib ketamdi yoki Boqam Nuzugum bir-birini boshqalarga qaraganda bek yaxshi ko'ratdimi, ish qilib
ular visol damlariga yetganda o'zlarini hammadan baxtli his qiladi. Bundaq paytlar qisqa bo'lsa-mu, lekin bir umr asti qolgudek shirin edi. Nuzugum o'sha kunlarni aslaganda o'zining hozirgi hayotini unutib, xuddi Qashqardagi buloq beshida boqan bilan birga turmush kechirayotgandek his tuyg'uga keladi. Uning necha kundan beri g'am qayg'uga to'lgan ko'ngli ko'tarilib, tortgan jafolari unutilib, yurak bag'ri orom topgandek bo'ldi. Birdilla uning hozirgi ahvoli ko'z oldiga kelibdi. Endi hayot kechirgandan ko'ra o'lib ketganimning o'zi afzal deb o'yladi. U put qo'llarini maydasiga mahkam yig'ib elib, qululiga o'xshash tugilib oldi. Balki men boqanni izdigandek, u meni izlab cho'l bayovonlarni kesib, tog' ichlarida qechib, mo'kinib yurdigandu. Agar u tirik bo'lib, Mo'ng'ullardan qutulib ketsalar, bu zaminda meni topmay qolmaydi, deb umid qiladi. U tog' qopdonlarida mengib yurgan odamlarni ko'rsa, shularning biri boqanmikin yoki meni izlab kaynimdan yo'lga chiqqan dadammikin. Yoki bo'lmasa, Mo'ng'ullardan qechib qutulib kelayotgan okammikin deb talmiratdi. Necha vaqtdan beri yiroqdagi olvunda ko'ringan umid uning hayotga bo'lgan ishonchisini o'chirmay, yana har qanday qiyinchiliklarga chidab yashashiga da'vat qildi. U to'qayliqda o'ltirib, g'ilpal ko'ringan tog' qopdonlarga ko'z selivdi. U yerda yurgan odamlar oshkorli ko'rindi. Lekin uning o'y xiyolini bo'lib, boya bir qitim chirqirab jim bo'lgan ovoz yana anglandi. Bu nima ovozdi? Nuzugum ehtiyot bilan o'pcho'risiga qaradi. Hech narsa ko'rinmadi. Ammo boyiqi chirqirab chiqqan ovoz borgancha ko'payib, to'qayliq ichida bir narsalar shildirlab sungandek, borgan seri yaqinlashayotgandek bo'ldi. Bu nima bo'ladi deb Nuzugum o'rnidan dasturib, to'qayliq ichini sagiklik bilan o'rlab ilgirladi. Ancha uzun o'tmayla u ochiqchilikqa chiqib qoldi. Dal shu chaqda og'zidagi yo'g'on tishi ikki tarafiga dordayib chiqqan. Yangiga o'xshash tuklari qop-qora qovon Nuzugumga qarab yugurdi. Uni ko'rgan Nuzugum qo'lidagi tugishni tashlab chetga qochdi. Qovon pichoqdek o'tkir tishlari bilan tugishni yerib, uning ichidagi narsalarni chechib o'tib ketdi-da, darhol o'ylanib kayniga qaytdi. Lekin qilin tolning orasiga mo'kinib olgan Nuzugumni ko'rmay, yugurgan bo'yi ochiqchilikning u chetida turgan Mekijillarning yeniga kelib to'xtadi. Va ularni bir necha qitim o'ylanib chiqqandan keyin tumshiqi bilan yer tilg'ab chirqirashga boshladi. Mekijillar bo'lsa, biror xavf xatarning yaqinlashib kelayotganini sezgandek chirqirishib to'qayliqning ichiga qochdi. Nuzugum tantirab qoldi. U o'ziga hujum qilgan qovonning og'zining ikki tarafiga hingib turgan pichoqdek o'tkir tishlarini ko'rib cho'chidi. Uning dahshatli hujumidan saqlanish uchun darhol bir yerga mo'kinib olishni o'yladi. O'pcho'risiga qarab dolda bo'lg'idek narsaning yo'qligini bildi. Shu chaqda uning ko'zi yenidagi olma daraxiga tushdi. U yerda chechilib yotgan narsalarga qaramay olma daraxining uchiga yomishib chiqdi. U yo'g'on olma daraxining egiz shexiga chiqib o'ltirib olgan bo'lsa-mu, ammo put-qo'li titrab, as ho'shini yig'olmay qoldi. Xuddi qop-qora potqoqqa eg'inib chiqqandek ko'ringan qovon Mekijillarni yiroqroq yerga berib olsa degandek xortildab, o'rnidan qo'zg'almay turadi. Nuzugum xeyli vaqtgacha daraxtning uchida uning harakatiga qarab hayron bo'ladi. Kigizning o'rnidagi yerni tilg'ab tashlagan qovon birdilla yugurib, jangol ichiga kirib yo'qolib ketdi. Nuzugum bo'lsa, xeyli vaqtgacha olma daraxining uchidan tushmay o'ltirdi. Bir chaqda uning ko'zlari qo'li yetgudek yerdagi inchiki shaxta sangilab turgan bir necha olmani ko'rib qoldi. U bir necha qitim ushuk ursumu, ammo bargidan tushmay ko'kirib turgan olmalarga qarab, "Bular kechrik checheklab qolg'ashqa pishib ulgurmagan mu nima?" deb o'yladi-da, bir tal olmani uzib og'ziga selib tishladi va shu zamonla, "Pah, bu olma ko'kirib turgani bilan qavatli totliqkina", dedi. Uningga bu yova olma alohida tetib ketdi-da, kayni-kaynidan bir necha olmani uzib yedi va 5-6 talni pashmitining yonchuqiga selib oldi. U
yo'g'on teraklarga o'xshash shaharab o'sgan qiyri olma daraxining butoqlarini dastlab texmu egizrak chiqdida atrofga qaradi. Oqshom kelib to'xtagan bu to'qayliq tog' tarafga so'zilib ketibdi. To'qayliqning yuqorisida mahalla bor o'xshaydi. Egiz o'sgan teraklarning orasidan osmonga ko'tarilayotgan islar ko'rinib turdi. Biri non yaqili to'nirga o't qalayotamdi nima? Nuzugum shundoq o'yladi-da, dimig'iga yengili to'nirdan so'yilgan issiq nonning hidi urilgandek bo'ldi. Mushu to'qayliqni bo'ylab o'sha mahallaga boraymikin? Kun petishga qarab mengayotganimga bir necha kun bo'lib qoldi. Bu taraflarda monjular turmoq shibalami yo'qdi? Ularning yurtidan o'tib ketgandiman, deb faraz qildi Nuzugum. U olma daraxining uchida turib to'van tarafga qarab edi. Po'piklari sarg'ayib qurigan qumushlar bilan u yer bu yerda to'p-to'p bo'lib cho'qcharab ko'ringan to'g'riqlardan boshqa ko'zga cheliqudek biror narsani ko'rmadi. Yiroqda keng yeyilib eqiyotgan daryo ko'rinib turadi. Qayerdandir bir yerlarda turtak bo'lib qop-qora islar osmonga ko'tarilmoqda. Nuzugum Mong'ullar meni yana shu daryo tarafdagi qumushliqlar ichidan izlab yuradigan o'xshaydi, deb o'zining u yoqqa emas bu yoqqa qochqiniga xushal bo'lib qoldi. Ammo u mahallalarga kirishdan qo'rqatdi. Biroq qorong'u qish yaqinlab kelayotgachqa ulardan yiroqlabmi ketgisi kelmaydi. Nuzugum olma daraxining uchidan tushmay xeyli vaqtgacha tog' bag'rida ko'ringan mahallalarga qaradi. Mahalla atrofidagi do'nglarda podikolalar to'plashib o'tlab yuradi. Ba'zi yerlarda qo'ru-qo'rusi bilan yurgan qo'ylarmi ko'rinib turadi. Nuzugumning ko'zi do'ng yaqilab ketib borgan ikki otliqqa tushdi. U o'zini olma shexining doldisiga ilib ularga sapsilib qaradi. Eliqlarning minivalg'ini ot emas qechir ekan. Ular boshlariga sumuldagi solularga o'xshash po'piki bor kigiz bo'klarni kiyishib olgan. Qo'llarida uzun nayzlarni tutib olgan edi. Bular meni izlab yurganlar bo'lmasin yana, deb tashvishlanib qolgan Nuzugum olma daraxidan tushib, heliqi uzun tishli qovon chechivatgan narsalarni yig'ishtirdi-da, o'zini qorong'u tushgacha doldiga elib turishni loyiq ko'rdi. Lekin necha kundan beri siqroq bir narsa yemagachga tallari titrab, o'zini holsizlanib ketib borgandek sezdi. Mundaq oshdan osh yuriyversam, tezli mog'durimdan ketib mong'olmay qolaman, deydi-da, kunning yo'riqida oziq bo'lg'idek biror narsa tepib olishni o'yladi. Yodiga boyiqi qovon tilg'ivatgan yerdagi qator-qator cho'naklar keldi-da, "Dehqonlar bu yerga bir narsalarni terigan bo'lsa, qolgan qatqonlari bordi", deb u yerga qarab boqmoqchi bo'ldi. Lekin u qechir minib olgan solularning ko'ziga tushib qolishdan qo'rqib, xeyli vaqtgacha o'zini tutib o'ltirdi. Aslida qo'rsoq deganni o'ylamasa yaxshi ekan. Qo'rsoqning ochqini odamning esiga tushgandan keyin har qanday baloyi ofatlarga qaramasdan ko'ngilni har xil eg'ir ishlarga boshlaydigan o'xshaydi. Nuzugum birdam qo'rsoqning ochqinini unutib, boshqa narsalar haqida o'ylandi. Lekin qo'rsoqning echiyotganligi ko'ngliga orom bermadi. Nuzugum boya o'zi ko'rgan cho'naklarni oralab, yegudek biror narsa topmoqchi bo'ldi. O'ylag'inidek dehqonlar bu yerga yongyu va sabzi terigan ekan. U cho'naklarning u yer bu yerni ko'lab ko'rib, birdanning ichida bir necha tal sabzi va yongyu tepib oldi. U qirlari egiz qilib yasalgan cho'naklarni ko'zdan kechirib, bu yerdagi ko'ktatlarni Uyg'urlar terigan bo'lishi mumkin, deb o'yladi. Bu cho'naklarda ushuk tegib uzilmay qolgan chayza lozilami bor edi. Nuzugum bu yerdan tepib olgan saylarni yuyib, kichkina mis qozoniga soldi. O'tinni tayyorlab qo'ydi. U endi qorong'i tushishni kutib, yotgan o'rniga bordi-da, putini o'zi yig'ib qo'ygan cho'pning ichiga tiqib o'ltirdi. Mana shundaq chaqlarda qo'shoqlari bilan ko'nglini xush qilib o'ginib qolgan Nuzugum past ovozda naqshi aytdi. Qumush aralab kun chiqdi, yolg'iz boshqa mung tushdi. Men Nuzugni tutqili, sulun cheriklari chiqdi. Men Qashqardan chiqqili, tushak selib yotgan yo'q. Odam qo'ygan sochimga tag'oq selib boqqan yo'q.
Canım atamni ko'rmay, o'lib ketar bo'ldim men. Men nozukdek hech xotin, cho'lda yolg'iz yurmagan. Uning ko'ngli yana buzilib ketdi. U ikki tizini quchoqlab puxodan chiqquncha yig'ladi. Kechkirarga yaqin osmonga tarqalib ketgan oppoq bulutlar borgan seri bir yerga to'plashib, tog' cho'qqilariga yaqinlashib ketyotdi. Kunning kayni qo'tallashib, odatdagidan balduruq qorong'u tushishga boshladi. Havoning kayfi buzilishga boshlaganiga qaraganda judun chapqun bo'lib qolamdi nima? Nuzugum havoning tezli o'zgarayotganligidan ansirab qoldi. O'tgan qitim 12 kun qo'mishliqlarda qechib, mo'kinib yurganda-ku, kun xuddi o'zi so'rab tilib olgandekla alomat yaxshi edi. Ammo undaq kunlar doimli bo'lavermaydi ekan. Nuzugum yomg'ir yeshin boshlanib ketsa, nega panohlanib, nega yoshirinishni bilmaydi. Ko'nilar yozda yepinchangni, qishda oziqongni tayyorla deb bekor etmagan ekan. Nemili bo'lsa, kunning issiqida bir oz oziq tayyorlab olmoqchi bo'ldi-da, g'azonlar ustiga tushgan, shoxlarning uchlarida qolgan olmalardan bir oz yig'ib yig'liqiga chegib oldi. Buning bilan hiliqi ko'ktatliq yerdan terib olgan narsalarimni tejab yesam 2-3 kunga oziq bo'la, deb o'yladi Nuzugum. U cho'risiga toshlarni tizib yasigan o'chiqidan chiqqan o't yolqunini yiroqda yurganlardan birari ko'rib qolmasin deb, o'zi o'ltirgan qilin talliqning ochiq tarafini tugichi ichidagi ko'nglak yog'liqlarini elib to'rg'andan keyin chaqmoq toshni elib o't tutashtirdi. Ondan u yongyu savizlarni pishirishga kirishdi. Nuzugum pishirgan narsalarni yeb, qo'rsqini to'yg'izgandan keyin yana g'arbga qarab mangdi. U o'zining bu yerga o't qolganini yiroqdan birlari ko'rgan bo'lsa, ular izlab yetib kelguncha ketib olay deb chopsonroq o'rin yo'tkab ketishga oldirdi. U saydan chiqqanda o'zini butunlay boshqa yoqqa ketib qolgandek his qildi. Yaqin orada panoh bo'lgudek yo daldarax yo qo'mishliq yo'q edi. Agar bu yerga kunduzi kelib qolsa, tezla dushman qo'liga tushishi mumkin. Shunga ildam mengib tong otqucha tog' tarafdagi chiroq ko'ringan mahallaga yaqinroq berib elishga oldirdi. U tog' ichida toshning kamariga mo'kinib olsam-mu, saylarning ichiga tushib olsam-mu, yomon ko'zlardan xoli bo'lg'idek biror yer tepilib qola, deb o'yladi. Bugun u xeyli ko'p mong'andek qildi. Ammo ancha vala yiroq ketolmadi. Tog' yaqilib, to'plashib yurgan bulutlar yarim kechadan keyin oyning yuzini to'rab, atrofni texmo qorong'ulashtirib etdi. Nuzugumning ko'ziga u yer bu yerda o'sgan taskan tikandan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. U oldirash mengib kelayotganda tuyuqsiz nimagidir putlashib yiqilatdi-da, yana o'rnidan dasturib yuguraydi. Borar yerini bilmasimu, kunduzi mo'kinib yotqudek biror yer tepib elishga oldiraydi. Yomg'ir tomchilashga boshladi. Nuzugum o'zining o'rmonliq saydan chiqib ketganiga pushaymon qilmoqda. Chunki u yerda mundaq yomg'ir yeshinda mo'kinib olgudek yer ko'p edi. Qo'rsqiga biror narsa tepib yegilimi bo'ladi. O'lchilikda sulullar uning ichiga o't qo'ysimi tutishib ko'ymaydi. U yomg'ir itikligicha kaynimga yenib, shu o'rmonga berib olaymikin, deb o'yladi-da, ondan yana tavakkul qilib, nemil bo'lsa, boshqa kelganni ko'rmaymanmi degandek kayniga yenib ketish xiyolidan qaytdi. Aslida bir ishni oxirga chiqarmay qo'yishni o'zimi yaxshi ko'rmaydi. Nuzugum yo'lga chiqib bo'lib, kayniga qaytishni yaxshilikning beshorati emas. Shunga kaynimga qaytsam biror xiyim xatarga yo'liqib qelishim mumkin deb o'ylaydi. U endi qaysi tarafga mongsam yomg'irda ho'l bo'lguncha boshqa panoh bo'lgudek biror yer tepib ola olmaymankin degandek atrofni ko'zitib chiqdi. Bosh uchi ko'rinmaydigan bu dalada ya daldarax, ya uy-poy ko'rinmaydi. Atrofni bo'lsa texmi tum qorong'ulik bosmoqda. U mo'kinib yurib, mongan yerlar xilili tuvanda qoldi. Shunga u boshqa kelganni ko'rarman deb yuqoriga qarab ilgirlab meniverdi. Daryo tarafdan ko'tarilgan tumanmu qo'yuqlashib ketdi.
Bundaq chaqda vaqtning qayerga berib qolganini bilish tas ekan. Lekin tuman quyuqlashqini bilan osmonning kun chiqish tarafi suzuk edi. Shuningga qaraganda tong etishqimi oz qolgan o'xshaydi. Yaqin orada dalda bo'lg'idek hech narsa ko'rinmaydi. Bu poyonsiz tuzlangda mushundaq mengi verishga to'g'ri keladi. Ba'zida kichik soylar uchrab qoladi. Biroq dalda bo'lg'idek yer ko'rinmaydi. Havo ochiq chaqda yaqinli yerdagidek ko'ringan tog' go'yo ilgirlab ketgandek u bir kecha mengibmi taqqa yetib borolmayotadi. Ba'zida tuman sal besilib qolsa, nuzugum mengishning borgan seri eg'irlashayotganligiga qarab, tog' bag'ridagi egizliklar yiqilib qolgan o'xshaydi deb o'ylaydi. U Tangri tog'ning ballarini yaqilab, "Ani yetarman, moni yetarman" deb ko'zlagan yeriga texicha yetolmadi. Sol tarafida tog'lar goh pakarlab, goh egizlab, Eli daryosiga o'xshash kun petish tarafga ketayotgandek tuyuldi. Necha kundan beri umid qilgan yerlari mushu cheksiz dalaning sharqi shimolidagi tog'larning kaynida bo'lmasa, bu yerlarda yo'qdek qiladi. Mana Sumuldan chiqqan necha kundan beri bosh oyog'i yo'q o'yman cho'nqur yerlarda mengib yurib, odam bolasini uchratmadi. Nuzugum yuqori o'rlab bir oz mongandan keyin tog' bag'ridagi ochliqqa yig'ishtirilib bo'lgan engizliqqa ulashdi. Uning hayot kechirishga bo'lgan umidi yana uyg'onib, ko'ngli ko'tarilib qoldi. Bu yerlardami odamlar yashaydi ekan-ku, dedi u ichida. Qadimimi tezlashdi. Bu chaqda tong etib qolgan edi. Endi saharda daryo tarafdan ko'tarilgan tumanmu osta tarqilib atrof yo'rishqa boshladi. Yiroqdagi edir va qirlar qo'yuq tuman orasida qorayib ko'rinadi. Qaptallarda to'p-to'p bo'lib o'tlab yurgan qo'ylar borgan seri ko'paymoqda. Soylardagi yo'pirmoqlari sarg'ayib ketgan daraxtlar yiroqdan ko'rinmoqda. Yomg'ir dastlabda bir taldan tamchiladi. Endi u borgancha ittikligili turdi. Nuzugum chapsonroq dalda bo'lg'idek biror joyni tepib olmasa, ahvoli texmo eg'irlashadi. Shunga u bu atrofda dehqonlar tashlab ketgan kapilar bordur deb engizlik bilan yuqori o'rladi. Lekin ushshaq tosh sheg'illiq yerda choshqonlar bilan og'maxonlarga dalda bo'lg'idek taskan, tikan, odrasmondan boshqa yo'g'onroq o'simlikmi yo'q edi. Nuzugum yumshoq qum to'pisini eqitib ketib, shexil teshi qolgan dalada beshini ichiga tiqib elib, ittik mengib kelayotdi. U pat-patli to'xtab atrofga sapsilib qaraydi. U shuncha mangsimu texichilar dalda bo'lg'idek biror joyni uchrata olmadi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Turg'an To'xtamning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Endi ko'rmaginim mushkenda. Uningdan bir kun ilgari soyning ichida yotganda havoning tapda 6-oyning tumuzidek uygamni bo'shitib isitayotgan edi. Bugun bir dilizimizdan qish bo'lib ketganini qara. Sen o'tirmoq o'zimga yegidek narsa yo'q. Necha kundan beri men cho'l bayovanda oshdan osh yuribman. Balki yaratgan egam mening mushundaq osh qolganimni bilib, sizlarni bu yerga avatgandir. Sen meningdan qochma. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Bosh nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Ertadagi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xush.